Bor yo'g'i 3 xil mahsulot bilan sochinglar vobshe zo'r effektga ega bo'ladi. Qaranglar, birinchisi rozmarin. Rozmarin bu bozorlarda sotadi. 10 ming so'm, 15 ming so'mga bir dunyo beradi. Ikkinchisi qalampir munchoq. Qalampir munchoq ham bunaqa qimmat turadigan narsa emas. Uchinchisi koritsa. Koritsani mana bunaqa originalni olasizlar, mana bunaqasidan olmaysizlar. O'zi uzunchoq bo'ladi. Yaxshi koritsa mana shunaqa bo'ladi. Selonniki desanglar mana bunaqa bo'ladi. Katta idishda Selonnikidan bergan desanglar original koritsa bu bo'ladi. Mana shu 3 ta mahsulotni talqonda, yokida, kofe molkada yaxshilab kukun darajasida maydalab olasizlar. Mana uchalasini ham maydalab oldik. Esingizda bo'lsin, koritsani maydasini bozordan olmanglar. Sababi bozorda sotiladigan koritsani maydasini mana bunaqa Xitoykidan qilishadi. Tayyor kukunlarni olib turib, ishlatadigan shampuninglarning ichiga solasizlar. Qolgan kukunlarni kastor yog'i yokida bodom yog'iga yaxshilab aralashtirasizlar. Tayyorlangan mahsulotni bir haftada 2 marta boshingizga surib yaxshilab massaj qilasiz. Kamida 1 soatdan keyin yuvib tashlaysiz. Shampunini bo'lsa, bir haftada 2 marta yuvadigan bo'lsangiz, zo'r rezultatga ega bo'lasiz. Bu foydali ma'lumotni o'zingizlarning yaqinlarga jo'natib qo'yinglar, obuna bo'lib kuzatishda davom etinglar.